Joylarda tashkil etilayotgan rahbar va yoshlar uchrashuvlari yigit-qizlar uchun ochiq va samimiy muloqot maydoniga aylanib, ularning fikr-mulohazalari, orzu-intilishlari hamda tashabbuslarini qo'llab-quvvatlashda katta ahamiyat kasb etmoqda. Ana shunday uchrashuvlarning navbatdagisi Chirchiq davlat pedagogika universitetida bo'lib o'tdi. Prezidentimizning topshirig'iga ko'ra Respublika Milliy bank rahbariyatining Chirchiq davlat pedagogika universiteti yoshlari bilan uchrashuvi ham har tomonlama samarali bo'ldi. 1700 nafardan ortiq yoshlar ishtirok etgan tadbir avvalida bugungi kunda davlatimiz tomonidan yoshlarga yaratilayotgan imkoniyatlar haqida so'z bordi. Muloqot davomida bank mutasaddilari yoshlarning fikri mulohazalari, biznes g'oya va tashabbuslari, startap loyihalari bilan yaqindan tanishdilar. Tadbirkorlik qilish istagidagi o'g'il-qizlarning taklif va tashabbuslari eshitilib, ular bank imkoniyatlari, imtiyozlari haqida ma'lumotlar berildi. Bugungi kunda biz yoshlarga juda ham ko'plab imkoniyatlar yaratilgan. Bu uchrashuvda bizning imkoniyatlarimiz yanada kengligini bilib oldik. Men o'qishni bitirganimdan so'ng o'quv markaz ochmoqchiligimni aytdim va bu loyihani ular qo'llab-quvvatlashdi va undan tashqari kerakli maslahatlarni berishdi. Bu uchrashuv biz yoshlarga juda ham foydali bo'ldi. Ushbu uchrashuvda talabalarimizga yaratilgan hozirgi kundagi imkoniyatlar, imtiyozli kreditlar to'g'risida to'laqonli ma'lumot berildi desak mubolag'a bo'lmaydi. Bank tashkilotlar universitetimizdagi talabalarga qariyb 1 milliardga yaqin kredit ajratgani ham buni ta'kidlab o'tishimiz joiz. Sababki bunday imkoniyatlar biz oldin hatto eshitmaganmiz ham. Sababi oddiy bir talaba hozirgi kunda 1 milliardga yaqin kredit oldi. Qolaversa, unga yaqin talabani ish bilan ta'minladi. Bu ham hozirgi kunda mamlakatimizda yoshlarga bo'layotgan davlat siyosati darajasida qaralayotganligini yaqqol namunasi desak mubolag'a bo'lmaydi. Uchrashuv davomida kelajakka qadam dasturining ahamiyati va imkoniyatlari haqida atroflicha tushuntirildi. Muloqotda yoshlar o'zlarining biznes loyihalari, shuningdek, tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yish bo'yicha taklif va mavjud muammolarni aytib o'tdi. Bir qator murojaatlar ijobiy hal qilib beriladigan bo'ldi. Uchrashuv davomida talabalar va yosh tadbirkorlar tomonidan 27 ta murojaat va 9 ta taklif bildirildi. Biznes progress kredit mahsuloti bo'yicha 4,4 milliard so'mlik 4 ta loyiha, biznes start kredit mahsuloti bo'yicha jami 450 million so'mlik 5 ta loyiha, tadbirkorlikka ilk qadam kredit mahsuloti bo'yicha jami 700 million so'mlik 35 ta loyiha taqdim qilindi. Mazkur ko'rsatkichlar yoshlarning tadbirkorlikka bo'lgan qiziqishi ortib borayotganini hamda berilayotgan imkoniyatlardan samarali foydalanayotganini ko'rsatadi. Yoshlar mavzusida davom